Assalomu alaykum do'stlar. Qo'qon Boboshev bozoridamiz. Uchko'prikda joylashgan. Yakshanba, chorshanba kunlari ozonda boshlanadi. 9-10 gacha bozor bo'lyapti. Bu ko'prikmi, nima material? Qanchadan bularimiz? 48 ming pachkaga 54 gacha? 56 gacha razmerlar ekan. 48 ming so'mdan bu rasvetkalari? Ana ko'raverasizlar, rasvetkalar va optim narxlari. Bularimiz qancha beryapsiz? U ham 48. 48 ming so'm, bular ham 48 ming so'mdan. Bir bormi bo'yi? Ha. 98. 98 bir shunaqa razmeriga qarabmi? Bular shtamplar? Qancha bularimiz? Yangi kaltalar 30 mingdan. 30 ming so'mdan yangi kaltalari ekan, uzunlarichi? Bular 38 ming. 38 ming so'mdan yangi uzunlari do'stlar. Bu xabami? Bular doyin. Duyin shtamplar? Ha. Qancha bular? Bular 45 ming. 45 ming so'mdan 56 gacha razmerlar do'stlar. Nomerigacha qo'yib ketaman. Optim olmoqchi bo'lsalar, kam o'nta bo'lsa 12 viloyatga dastlabki xizmatlar bor, bemalol telefon qilaverasizlar. Nechilik aka? 91lik. 91lik 057 057 26 21 do'stlar. Shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. 12 viloyatga dastlabki xizmatlar bor, chiqarib beriladi. Dona endi kesalari 5-10 ming qimmat bo'ladi xolos. Lekin atak chiqarib berilmaydi.